Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum chorabchilarim. Sizlardan bir nima so'rab chiqay turdim. Bu g'iybat emas, men Ferza Normatovani juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Juda ham обожаю u qizni. Men hamisha aytaman, boshim yerga tekkancha ta'zim u qizga. Prosta men bir nima bilmoqchiman. O'zidan 14 yosh kichkina bolaga yerga tegyaptimi? Mana bolaga xorazmlik bolaga 2002-yil bolami bu? Qanchalik haqiqat bu? Keyin Alfons deydi bu bolani to'yda Ferzani o'zi qilib beryapti deydi. Shu gap rostmi? Endi Ferza Normatova bilan biz gaplashmay ketganmiz. O'shaning uchun sizlardan so'rayman, boshqa kimdan so'rayman? Sizlar meni yagona biladigan insonlarim. Tez menga kommentariy yozib ketinglarchi, bu qanchalik haqiqat? Voy, meni aldamayapsizlarmi sizlar? Ish qilib turib, mana shu Shahlo deb aytganlar, bu Shahloni yeri bo'lganmi oldin? Rostdan 2002-yil bo'lamdi. Nahotki meni aldamayapsizlarmi? Ish qilib turib, meni qulog'imga lahadron ilmayapsizlarmi? Rostdan mana shuni yeri xos Ferza Normatovagami? Bo'lishi mumkin emas. Ferza bunaqa emas edi-ku, shunaqami? Rostdanmi? Rostdan? Aldamanglar, qaranglar lekin meni. Aldamanglar. Voy, bu bolani rosa xotinlari ko'p ekan. Dairkim portlab ketibdi. Portlab ketibdi. Ужас. Haqiqatan ham ekan, ha? Voy, o'lay. Bu g'iybat emas, bu suhbat bo'lyapti o'rtamizda. G'iybat deb chiqarmaydi, boshqa kanallarga chiqarsalar ekan videolarimda, iltimos. G'iybat bo'lib ketmasin bu suhbat. Mana hozir bundan keyin bitta video qo'yaman, qaranglar, bu xotinning qaysi xotini? Shahloni taniyman, xo'p, mayli endi. Ferza Normatovani taniyman. Bu xotin kim endi?